Hammaga yo'q do'stlar, sizlar bilan Jasur XP do'stlarim o'yinimizni Minecraftda Sphere One Block, ya'ni Sphere bu dumaloq One Block o'yinini o'ynaymiz. Bu Bedrock versiyaga bitta loyika qo'llab ko'rdim, ishlarmikin deb, lekin turburchi tushar ekan blok. Nu mayli, bu dumaloqku bo'ldi. Bo'lmasa bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men 20 ta bo'lishim kerak. Sal qoldi, mana daraxt bo'lsa kerak. Nimagadir tez sinayotdim bola, yo men shunaqa tuyulyaptim. Tosh qo'lda sindirib otdimi? Demak, bizga kirka bolta kerak bo'lmaydi. Lekin zombilar chiqib qolsa bilib bo'lmaydi, kerak qoladi. Bizamiz. Hop, yasaymiz. Qo'y. Hop, bizga hozir toshimiz bir dona. Lava bilan suv. Bekorga bermadim buni bizga. Chunki biza hozir tosh ferma, tosh generatorini yasaymiz. Buning uchun bizga yonmaydigan narsa kerak-da, loymi, farqi yo'q. Temir qo'lda sindiriladimi? Pishgan temir beryaptimi? Ha, Island, yangi orolcha. Oltin, yaxshi, oltin. Hop, temir narsalar yasaveramiz. Menimcha ham bilan tezroq buzilsa kerak, yo'q bir xil. Tarvuz demak, biza nimasi bo'ladi, anu bor-ku. Xolos, anaqa ekanmiz-da, junglidamiz. Junglida bilsanglar, Minecraftda o'shda tarvuz o'sadi. Yangi orolcha yana. Nima bu? Ha, mana nimaga orolcha deyaptim. Mana. Borib ko'rish kerak yoqqa. Men bizmayman hech narsa. Bag bo'lib qoldi. Mayli, tushunamiz. Hop. Kovliymiz. 7 tushib ketdi, sal qoldi. Yana bitta lava. Nima qilaman shuncha lavani? Lekin men bu eng kerakli narsa hozircha. To'g'ri, buni aytishim mumkin, eng kerakli narsa-ku deb. Lekin bu narsa zo'r narsa, chunki biz bundan hozir generator yasaymiz. Bundoq turib, nima qilamiz? Men buzamiz edi. Adashmasam shunaqa edi. Mana endi bu yog'iga ham toshdan ozgina qo'yib yuboramiz-da. Tosh bilan atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Voy! Bitta blok. Tosh qo'ysam yonib ketadi. Menimcha men to'g'ri qolman. Yo'q, menimcha bitta blokka xato qildim. Menimcha to'g'ri. Xo'p, bo'lmasa hozir biza endi yana ozgina tosh kerak demoqchi edim. Mana bitta tosh. Tosh qani? Olmos. Mana buni buzamiz. Birinchi olmosimiz bu olmos ekan-ku. Mayli, endi nima ham qilardik? Qo'lim kerak qoladi. Nima menga boya tosh bermadi, shunisiga tushunmay qoldim. Hop, buni qo'ydik.
Bir blok bunda qo'llashimiz kerak. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Mana qo'yib qo'yish kerak. Mana yonib ketib qolibdi. Mayli, men blok qo'llaylik yana. Tosh, daraxt. Hop, yana bitta tosh. Bu modda Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi. Ha, yangi orolcha. Aytgancha biz orolchaga bormoqchi edik. Hop. 100 blok. Bo'yi chiqib olganda. Nima olib qo'yamiz buni ham? Hop, temir blok bu ham kerak bo'ladi. Hop, bo'lmasa bolta yasab olaydi o'zimga bitta. Bolta yasadim. Kirka bilan bolta mana shunda turishdi, zo'r turadi. Endi biz ustimizga bitta dona bo'lsa ham nimadir yasab olishimiz kerak. Mana yasab olaylik. Bo'ldi. Kiyamiz. Izumrud nima yasasa bo'lardi? Hech narsa. Mayli, versak olib ketaveraylik. Ay! Tugadi. Har narsa boshdan to'plash kerak. Nimaga ham sakradim? O'tirish turib ketib qoldi. Bunda qaramoqchi edim. Bunda turib ketib qoldi. Bo'ldi. Yana qaytib keldim. Oltin, olmos. Nereal, ne olmosmi? Olmos bo'ldi. Ya bu bu yamadim men. Yamamasiga oltin blok ekan. Yaxshi. Bu yaxshi. Davay, buzul. Bo'ldi. Mashincha yetadi bizga hozircha. 1 2. Bo'ldi, mashin yetadi. Hop, bitta kirka bolta yasaymiz. Bo'ldi. To'g'rilaymiz endi. Hamma narsani qaytarib oldik deyarli. Davay. To'xtanglar, olmosda menimcha kiyim yasasa bo'ladi. Zo'r, mujik. Hop, bitta shtam, bitta forma, bo'l. Menimcha chiroyli tushadi. Bundoq kelib qolmasmidi ankilarkan? Hop, tushunarli. Unda bizamiz yana ozgina. Bitta orolchaga xatya borib ko'rish kerak shu videoda. Qani ko'raylikchi, bizlar qancha daraxt yig'ilibdi. Hop, buni yig'ilibdi. Ancha-muncha daraxt yig'ib qo'yamiz, lekin bizga divan yo'q. Nega? Ertalab ham tushirib bo'ladimi? Bo'larkan. Mayli, unda ertalab tushishini kutib o'tirishimiz kerak. Mayli, bu joylarni kesib tashlaymiz, endi nima qilamiz? Videoni to'xtatib turaman-da, keyin qo'yib yuboraman. Bo'lmasa kutamiz ozgina endi. Hop. Böyle ertalab ham tushdi. Men hozir qaysi bir yaqin deb ko'rib chiqsam, mana bunisi bizga eng yaqin ekan. Lekin bu yerda vedma bor ekan. Mayli, endi nima ham qilamiz? Hop, endi yana blok ovlab kelish kerak. Blok ovlash bizga muammo emas, chunki tosh fermamiz bor. Yonib ketdi ko'p.
Bo'ldi, men tushunchada yetib qoladi. Hop, surdik bitta. Hop, quramiz endi. Hoppa. Ikkinchi bu video bitta qismli bo'lmaydi, ikkita qismli bo'ladi yoki 3 ta. Bu videoning 3-keyingi qismini chiqarishni xohlasanglar, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Hali video tugamadi, lekin 1-2 minutdan keyin tugaydi. Chunki men sizlarga birinchi bitta orolni ko'rsataman. Keyingisida yana 1-2ta orolga boramiz keyingi videoda. Aktiv juda past aktiv. Aktiv bo'lib tursanglar, stream ham qilib 50 ta bo'lsak stream qilamiz. Streamda sizlar bilan birga kim Poja Launcher bilasizlar. Poja Launcher Telegramdan Play Marketdan olib tashlashgan. Lekin men topaman-da Poja Launcherni. Topib turib, o'sha Poja Launcherni o'tkazaman. O'tkazmayman, to'g'riroq menda bor, sizlar o'tkazasizlar. Sizlarga tashlab beraman. Men Telegram kanalimda bo'ladi. Bo'lmasa, bolalar yana ko'lashib boshlaymiz. Ozgina tosh yetmayapti bizga. Xullas shunaqa gaplar. Qanaqa narsalar bo'ladi. To'xtaylar. Tosh balandligini olib qo'yishimiz kerak, mayli, kerak emas. Gapimni qaytarib oldim. Biz ustida turib ko'ramiz endi. Lekin anaqa tursa bo'ladi. Boshqa blok buzorimiz. Sal qoldi-ya. Bu yoqda ovqat bor ekan demoqchi edim. Bitta xato o'ldim. Sandiq yasab qo'yish kerak ekanda, bitta yasab qo'yishga narsalar. Endi nima bo'ldi? Ha, yangi orolcha. Qayerdadir orolcha ochildi. To'taylar, men hozir menga bunaqa narsa kerak emas. Men yo'l qurib. Yo, bolalar nima bo'pti? Yo. Men blok beringlar. Menga blok kerak. Va bu temir blokmi? Blokmi? Tosh, suv, temir blok. Tosh, suv. Yaxshi, suv bilan suv ham qo'yib qo'yish kerak. Suvimiz bor-ku. Kerak bo'lib qolar endi. Water drop deb ko'ramiz blokka pastga. Oppa. Nimalar bor bu yerda? Turma. Dekoratsiya. Nima bu? Nimani spawni? Cho'chqani spawni. Cho'chqa haram, bro. Bo'lmasa bitta daraxt yasaymiz. Bo'ldi, shu bilan tugadi. Mana hozir bolta kirib yasayman. Ovqat kerak qoladi, buzib olaman. Bo'lmasa bolalar, mana shu joyda videoni tugatamiz. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Buni ikkinchi qismi bo'ladi. Like bossanglar. Keyingi qismini chiqaraman albatta. Hammaga xayr.